Bir yilda 2 marta kelib turamiz. Institutlar foydasini bilmoqda, hamma manfaatdor bo'lib, xursand bo'lib ketmoqda. Apparatlar juda ham yangilangan, sharoitlar yaxshilashgan. Men ismim Sahobiddin, Samarqand shahridan Jizzax reabilitatsiyasiga doimiy ravishda kelib turamiz, davolanamiz. Bizning diagnozimiz poliomiyelit asorati. O'zimiz sog'lig'imizga e'tibor qaratishga shu yerda tanlaganmiz. Bir kunda igna olamiz, elektroforez, SEM, NK, TMSlar, magnitlar. Hammasidan foydalanib kelamiz. Shu o'zimiz diagnozimiz bo'yicha. Bu yerga kelgandan keyin o'zimiz tetiklashamiz, quvvat yig'iladi, sog'lig'imiz ancha mustahkamlanadi. Charchatgan holsizlik ketib, o'zimizga quvvat olib, ichini to'g'ri qilib ketamiz. Juda ham katta foydasi bo'lmoqda. Juda ham hamma o'zgarishini sezib, hamma manfaatdor bo'lib, xursand bo'lib ketmoqda. Shu Jizzax reabilitatsiya markazida. Faqat eski kasalliklar emas, hozirgi institutlar, o'shalar ham juda ham katta foydasini bilmoqda. O'zini juda ham yengil qilib, his qilib, manfaatdor, xursand bo'lib, natijasini bilmoqda. Shu pensiyada ko'proq o'zgarishlar sezmoqda bemorlarimiz. Reabilitatsiya markazini tavsiya etamiz.